Bayhaqiy rivoyat qilgan hadis, inshaalloh sahih hadis bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Isro qilganimda, ya'ni Isro va Me'roj kechasida oldimdan bir xushbo'y hid taraldi. Ya'ni qaytib kelayotganda xushbo'y hid taraldi. Shunda bu qanday hid deb so'radim Jibril alayhisalomdan. Jibril dedi, bu Fir'avn qizining xodimasi va bolalarining hidi deyildi dedilar. Subhanalloh. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar. Bu kim? Fir'avn qizining xodimasi va bolalari kim? Nima bo'lgan? Degan mazmunda so'raganlarida u kishi Jibril alayhisalom juda ham go'zal voqeani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tushuntirib berganlar. Ana shu hozirgacha kelgan, inshaalloh qiyomatgacha boradi bu voqea. Diqqat bilan eshitinglar inshaalloh. Juda ham tarixiy, go'zal voqea. Bu voqea Banu Isroilning o'z kitoblarida ham, tarixlarida ham yo'q. Bu xossatan musulmon ummati uchun, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ummatlari uchun berilgan Me'rojdagi voqea. Qarang, Jibril alayhisalom aytib beryaptilar bu voqeani. Tarix kitoblarida uning ismi bitilmagan, lekin uning qilgan ishi saqlanib qolgan bir soliha ayol haqida gapiramiz inshaalloh. Ismi ham bilinmaydi, hech kim bilmaydi u ismini ayolni. Lekin qilgan ishini qarang. U bir soliha ayol bo'lib, eri bilan birgalikda Fir'avn hukmronligi ostida hayot kechirardi. Uning eri Fir'avnga yaqin kishilardan bo'lib, o'zi Fir'avnning qizlariga murabbiya edi. Alloh ularga iymonini in'om etdi. Iymonni in'om etdi. Ko'p o'tmay Fir'avn uning eri iymon keltirganidan xabar topib qatl qildi. Fir'avn shunaqa zolim bo'lganki, o'zidan boshqa ana robbukumul a'la degan. Men eng oliy roblaringizman. Ya'ni menga sig'inasizlar. Boshqaga sig'inganni o'ldirgan, qatl qilgan. O'sha erini qatl qildi. Bechora ayol esa Fir'avnning uyida ishlab, uning qizlarini parvarishlashga majbur edi. Chunki uning qaramog'ida 5 nafar farzandi bo'lib, ularni polaponlarini boqqan qushdek boqar edi. Bir kuni ayol Fir'avnning qizining sochini tarayotgan edi. Qo'lidagi taroq yerga tushib ketdi. Taroqni olish uchun engashib, Bismillah dedi. Allohning nomi ila. Fir'avnning qizi, Alloh deganing otammi? Otamni aytyapsanmi? deb so'radi. Xodima aytdiki, yo'q. Alloh mening ham, sening ham, otangning ham Robbidir dedi. Qiz hayratda qoldi. Bunaqa narsani eshitmagan. U otasidan boshqa Robbni bilmaydi. Bu gapni borib otasiga aytdi. Ana shu xodima sendan boshqa Robbga sig'inar ekan, Bismillah dedi deb aytdi. Fir'avn xodimani chaqirtirib unga Robbing kim dedi. U mening Robbim ham, sening Robbing ham Allohdir deb javob berdi. Fir'avn darg'azab bo'lib, uni dinidan qaytishga buyurdi. Ayol ko'nmagach, zindonga tashlab, kaltaklashga buyurdi. Ayol dindan qaytmadi. Shunda Fir'avn mis qozonni yog'ga to'ldirib, shu yog' bilan to'ldirib qizdirishni buyurdi. Birozdan so'ng qozondagi yog' qizib, qaynay boshladi. Ayolni qozonning yoniga olib kelishdi. U buni ko'rgach, birgina joni tanasidan chiqib, Robbiga yo'liqishini tushunib yetdi. Fir'avn ayol uchun eng suyukli narsa uning 5 ta yetim bolalari ekanini bilardi. Ya'ni bilardi va chaqirdi. Azobni yanada orttirish uchun yetimchalarni olib keltirdi. Bechora bolalarning ko'zlari mo'ltirab, qayerga olib ketayotganliklarini bilishmas edi. Onalarini ko'rib, uniga talpinib yig'lay boshlashdi. Ayol o'zini ular tomon otib, yig'lagancha ularni o'pa ketdi. Eng kichik farzandini esa bag'riga bosib, emiza boshladi. Bu holni ko'rgan Fir'avn askarlariga ayolning to'ng'ich farzandini keltirishni buyurdi. Askarlar uni ushlab, qaynab turgan yog' tomon suray boshlardilar. O'sha to'ng'ich farzandi ham juda ham yosh edi. Bola onasidan yordam so'rab qichqirar, askarlardan rahm qilishlarini so'rar. Fir'avnga qarab yalinib yor bo'lardi. Bechora bola ularning qo'llaridan chiqib, qochib ketishga urinar. Ukalarini yordamga chaqirar.
nozik qo'lchalari bilan askarlarni urar edi. Onai zor ham bolasi tomon intilar, lekin qo'lidan hech narsa kelmasligini ko'rib, ko'zlari jovdiragancha u bilan vidolashar edi. Bir necha lahza ichida bolakay yoqqa tashlandi. Ona bu dahshatga qaragancha dod solib yig'lar. Ukalari esa qo'rquvdan ko'zlarini qo'lchalari bilan yashirib olishgan edi. Bolaning go'shti qizib turgan yog'ida uning nozikkina jasadidan tezgina ajrab, oppoq suyaklari yog'ning ustiga qalqib chiqqach, Fir'avn xodimga yuzlanib, undan Allohga kufr keltirishini talab qildi. Biroq ayol bundan bosh tortdi. Fir'avn battar g'azablanib, ikkinchi bolani ham keltirishni buyurdi. Ikkinchi bola ham onaning yig'lab yolborishiga qaramay tortib olindi va hech qancha vaqt o'tmay o'sha qozonga otildi. Subhanalloh. Bitta farzandlarini o'sha ko'zini oldida yoqqa tashlayapti. Ona ko'ryapti shu narsani. Tafakkur qiling. Bechora ona bu bolasining oppoq suyaklari ham yog' ustiga qalqib chiqib, akasining suyaklariga aralashib ketganini ko'rib turar. Biroq hamon dinda sobit turar. Allohga bo'lgan iymoni mustahkam edi. Bunga chiday olmagan Fir'avn uning 3-chi farzandini ham yoqqa tashlashni buyurdi. Uni ham olib kelib qozonga otishdi. Murg'ak bola ham akalari kabi yog' ichida g'oyib bo'ldi. Biroq muslima ona shunda ham dinidan qaytmadi. G'azab tufayli aqldan ozayotgan Fir'avn 4-chi bolani ham olib kelishni buyurdi. Bolakay juda kichkina edi. Qo'rquvdan onasining kiyimlariga mahkam osilib oldi. Askarlar kelib, uni o'zlariga tortishar. Bola esa onasining oyoqlari ostiga o'zini tashlab yig'lar. Ko'z yoshlari onaning oyoqlari uzra oqib tushar edi. Ona uni ham ukasi bilan birga quchog'iga olishga intilar. Muqarrar ayriliqdan oldin u bilan vidolashib, yuzlaridan o'pib, to'yib hidlab olishga urinar edi. Nihoyat onani boladan kuch bilan ayirdilar. Bolakay tinmay yig'lar. Chuchuk tili atrofdagilardan yordam so'rab yalinardi. Biroq berahm askarlar bunga parvo qilishmasdi. Ko'z yumib ochguncha u ham qaynoq yoqqa g'arq bo'lib ketdi. Jasad qozonda g'oyib bo'ldi. Bolaning ovozi uzildi. Onai zor farzandlarining go'shtidan kelayotgan jizg'anak hidni his etdi. Qozon ustida bolaning mayda oppoq suyakchalari yog' bilan birga qaynay boshladi. Subhanalloh. Ona bolalarining suyaklariga qaragancha qonli ko'z yosh to'kar. Jigar go'shalarining ayriliq dog'idan joni uzilay derdi. Qanday qilib onaning joni uzilmasin? Axir jigar go'shasini bag'riga bosib, emizib, katta qildi. Tunlarini birga bedor o'tkazdi. Yig'lasa yig'lab, kulsa kuldi. Kechagina mana shu bolajonlar uning quchog'ida uxlar, onasiga erkalanib, uning uzun sochlarini o'ynab yotishar edi. Qalbi iymonga to'lgan metin irodali ona mana shu dahshatli qiynoqni ham yengib, dinida mahkam turaverdi. Robbiga kufr keltirmadi. Ayolning mislsiz sabrini ko'rgan yovuz Fir'avn beshikdagi go'dakni ham onaning qo'lidan tortib oldi. Chaqaloq hali onasini emib ulgurmagan edi. Uni onaning quchog'idan yulib olishgach, chinqira boshladi. Noiloj qolgan bechora ona ham xurligi kelib dod solib yig'lab yubordi. Shu on buyuk mo'jiza yuz berdi. Alloh taolo xo'rlangan, nochor ahvolda qolgan mazlumaga go'zal bashorat ato etdi. Hozirgina beshikda yotgan hali emizikli go'dakni gapirtirdi. Murg'ak bola onasiga: "Onajon, sabr qiling. Albatta siz haq yo'ldasiz" dedi. Hayratdan sarosimaga tushgan askarlar uni ham shosha-pisha qozonga otishdi. Bir zumdan so'ng bolaning ovozi ham uzildi. U ham akalari kabi qozon ichida ko'rinmay ketdi. Qozonga otilgan paytida og'zida onasining suti, qo'lchalarida onasining soch tolalari, kiyimchasida esa uning ko'z yosh tomchilari qolib ketgan edi. Bir necha daqiqa ichida 5 ta farzandidan ajralib qolgan onai zorning ko'z o'ngida ularning suyaklari jizg'anak bo'lib qolgan go'shtlariga qo'shilib, yog'da qovurilib yotardi. Naqadar dahshat! Bu qanday suyaklar? Bolalarning kechagina o'yini, quvonchu shodlikka to'ldirib turgan jigar go'shalarining ko'z qorachiqlarining suyaklari onaning yuragi joyidan otilib chiqqudek bo'ladi. To'g'ri,
ona o'z jigar go'shalarini bunday dahshatli azobdan qutqarib qolish mumkin edi. Ya'ni buning uchun Fir'avn talab qilayotgan birgina kufr kalimasini aytsa kifoya edi. Dinda bu ruxsat berilgan edi. Tilda kufr kalimasini aytsa mumkin. Ammo mu'mina ayol bunday qilmadi. Chunki Alloh taoloning huzuridagi ajr va mukofot bu dunyoning bir necha ne'matlaridan afzal va boqiy ekaniga iymoni komil edi. Dahshatli azob eridan, farzandlaridan ayrilib, yolg'iz qolgan ona-izorning o'zini ham kutib turardi. Fir'avnning askarlari unga xuddi vahshiy itdek tashlanib, yonib turgan qozon tomon surardilar. Qozonga tashlash uchun ko'tarishgan edi, ayol bolalarining suyaklarini ko'rib, ular bilan birga kechirgan baxtli hayotini bir zum esladi va Fir'avnga yuzlanib, "Sendan bir iltimosim bor" dedi. Fir'avn "Qanday iltimos?" deb aytdi. Ayol "Zolimning basharasiga tik qarab, suyaklarimizni bir qabrga dafn qilishingni so'rayman" dedi. So'ng Fir'avn askarlari uni qozonga uloqtirishdi. Yonib turgan yog' nozik jasadni bir zumdan kuydirib, suyaklarini go'shtidan ajratib tashladi. Odam go'shti va suyaklariga to'lgan qozon to'lib tosha boshladi. Naqadar mustahkam bardosh, naqadar ajr va mukofot. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Isro va Me'roj kechasi jannatda ularga ato etilgan ne'matlardan birini ko'rib, sahobalariga so'zlab berdilar. Subhanalloh. Ana shunaqa mashaqqat, dahshatdan o'tgan ayolni Alloh taolo eng buyuk payg'ambarini Me'rojga chiqqanda shularning hidlaridan hidlantirdiki, qara, ayt ummatingga-ki, ana shunaqa Alloh dinida sabrda bo'lgan, Alloh uchun shu jonini fido qiladigan insonlarni Alloh taolo eng oliy darajalar bilan mukofotlaydi degan mazmun bor bu yerda. Alloh taolo barchamizni ana shunaqa bir solih, soliha onalar, otalardan qilsin u ana shu dinimizga keladigan musibatlarga sabr qilib beradigan, sabr qilib turadigan va qiyomatda katta ajrlarga ega bo'ladiganlardan qilsin. Amin.